Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun. Ayniqsa pensiya miqdori eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bu shunchaki bir video emas. Balki sizning moliyaviy ahvolingizni tubdan yaxshilashga yordam beradigan, sizga qonuniy haqqingizni olish yo'llarini ko'rsatadigan muhim ko'rsatma. Agar sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Bu ma'lumot sizni beparvo qoldirmaydi. Chunki bu haqiqatan ham juda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoga like bosing. Keling, hech bir daqiqani yo'qotmay dolzarb masalaga o'taylik. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Bir paytlar, ya'ni bir necha yillar oldin pensiyalar ko'pincha qat'iy belgilangan miqdorlarda edi. Ular inflyatsiya sur'atlariga yoki aholining asosiy ehtiyojlariga mos kelmaslik holatlari tez-tez uchrab turardi. O'sha vaqtlarda eng kam iste'mol xarajatlari degan tushuncha mavjud bo'lsa-da, u ko'pincha barcha pensiya to'lovlari yoki qo'shimcha to'lovlar bilan bevosita bog'lanmagan edi. Pensiya oluvchilar o'z daromadlari qandaydir ijtimoiy me'yorlardan past ekanini sezishsa-da, aniq bir mexanizm yo'q edi. Ularga shunchaki belgilangan pensiya miqdori to'lanar edi va aksariyat hollarda bu miqdor ro'zg'or tebratishga yetmasdi. Qiyinchiliklarga duch kelgan insonlar har xil yo'llar bilan tirikchilik qilishga majbur bo'lar, qo'shimcha daromad topish uchun qattiq mehnat qilar yoki farzandlarining yordamiga umid bog'lar edilar. Bu esa ko'plab keksa yoshdagi insonlarimiz uchun og'ir sinov edi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy siyosatida aholining ehtiyojmand qatlamini, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Endi eng kam iste'mol xarajatlari tushunchasi shunchaki statistik ko'rsatkich emas, balki aniq ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha yordam miqdorini belgilashda asosiy mezonlardan biriga aylangan. Hukumat qarorlari va qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli hech bir pensiya oluvchi qo'ldan eng kam iste'mol xarajatlaridan past daromad bilan qolib ketmasligi kerak. Buning uchun maxsus mexanizmlar yaratildi. Endi agar sizning pensiyangiz va boshqa barcha daromadlaringiz agar mavjud bo'lsa, yig'indisi rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz davlatdan qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Bu nafaqat sizning moliyaviy holatingizni yaxshilashga xizmat qiladi, balki qadr qimmatingizni himoya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Afsuski, ko'pchilik bu huquqdan bexabar yoki bilsa ham qanday harakat qilishni, qaysi idoraga murojaat etishni bilmaydi. Bu esa afsuski o'z navbatida ko'plab keksa yoshli fuqarolarimizning davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bu yordamdan foydalana olmasligiga olib kelmoqda. Men aynan shu muammoni hal qilishda sizga yordam bermoqchiman. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emas. Avvalo, keling, eng kam iste'mol xarajatlari tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu shunchaki bir raqam emas, balki bir kishi uchun asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, kommunal xizmatlar va boshqa zaruriy ehtiyojlarni qondirish uchun minimal darajada talab qilinadigan pul miqdoridir. Hukumatimiz bu ko'rsatkichni har chorakda yoki yilda bir marta qayta ko'rib chiqadi va rasman e'lon qiladi. Bu ko'rsatkichni bilish juda muhim, chunki aynan u sizning qo'shimcha to'lov olish huquqingizni belgilaydi. Uni Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-saytidan, Iqtisodiyot va Moliya vazirligining portallaridan yoki davlat xizmatlari markazlarida aniqlashingiz mumkin. Odatda u bir xil miqdorda butun respublika bo'yicha belgilansa-da, ba'zan hududiy farqlar ham bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda, masalan, shartli ravishda bu ko'rsatkichni 1 million 200 ming so'm deb olsak, bu raqamlar doimiy ravishda o'zgarib turadi. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotni o'zingiz tekshirishingiz kerak. Sizning pensiyangiz aynan shu miqdor bilan solishtiriladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning umumiy oylik daromadingiz, ya'ni pensiyangiz va boshqa barcha manbalardan keladigan daromadlaringiz yig'indisi rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan past bo'lsa, siz albatta tashvishlanishingiz va harakat qilishingiz kerak. Bu sizning qonuniy haqqingizdir va davlat bu farqni qoplashga yordam beradi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol, bir yolg'iz pensiya oluvchi Mastur opa. Mastur opaning yoshi 72da. U kishi yolg'iz yashaydi va uning oylik pensiyasi 9,7 million so'm. Unga boshqa hech qayerdan daromad kelmaydi.
ya'ni na farzandlari chetdan yordam beradi, na qo'shimcha ishlaydi. Faraz qilaylik, hozirgi kunda respublika bo'yicha eng kam iste'mol xarajatlari miqdori 200 ming so'm etib belgilangan. Bu vaziyatda Mastur opaning daromadi eng kam iste'mol xarajatlaridan 2 ming so'm, 200 ming, 900 mingga past. Demak, Mastura opa darhol tegishli idoralarga murojaat qilishi shart. Davlat unga har oy ushbu 2020 ming so'm miqdordagi qo'shimcha to'lovni berish kerak, toki uning umumiy daromadi eng kam iste'mol xarajatlari darajasiga yetib olsin. Bu Mastura opaning oylik byudjetiga sezilarli yordam bo'ladi. Chunki bu pulga u oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal to'lovlarni qoplash imkoniyatiga ega bo'ladi. Uning uchun bu nafaqat moddiy yordam, balki o'zini himoyalangan his qilishiga yordam beradigan muhim qadamdir. Misol 2. Nogironligi bor pensiya oluvchi Otabek aka. Otabek akaning yoshi 65 da, u nogironligi sababli pensiya oladi. Uning oylik pensiyasi 1 ming so'm. Otabek aka boshqa daromad manbalariga ega emas. Nogironligi bor shaxslar uchun eng kam iste'mol xarajatlari miqdori ba'zan umumiy miqdordan farq qilishi mumkin, lekin ko'pincha u xuddi shu ko'rsatkichdan foydalaniladi. Agar biz yana 200 ming so'm miqdorini olsak, Otabek akaning daromadi bu miqdordan 20 ming so'm, 200 ming, 10 mingga kam. Shunday ekan, Otabek aka ham zudlik bilan murojaat qilishi lozim. Unga ham har oy 20 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov tayinlanishi kerak. Bu qo'shimcha pul uning dorilar uchun yoki qulayroq yashash sharoitlarini yaratish uchun juda oz qotadi. Chunki nogironligi bor insonlarning qo'shimcha ehtiyojlari bo'lishi mumkin va bu to'lov aynan shu ehtiyojlarni qondirishga qisman bo'lsa ham yordam beradi. Misol 3, Xurshida opa va uning qizi. Xurshida opa 68 yoshda. Uning pensiyasi 800 ming so'm. U 4 yoshli ishsiz qizi bilan yashaydi. Qizining rasmiy daromadi yo'q. Bu yerda vaziyat biroz murakkablashadi, chunki bu yerda oilaviy daromad tushunchasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar qizining rasmiy daromadi bo'lmasa va u onasining boqimida bo'lsa, Xurshida opaning ahvoli e'tiborga olinadi. Agar eng kam iste'mol xarajatlari 1200 ming so'm bo'lsa, Xurshida opaning daromadi 400 ming so'mga 1200 ming, 800 ming past. U ham bu qo'shimcha yordamni olishi shart. Agar uning qizi ishga kirsa yoki daromadga ega bo'lsa, unda oilaning umumiy daromadi qayta hisoblanadi. Shuning uchun oila tarkibi va har bir a'zoning daromad manbalari bo'yicha aniq ma'lumot berish muhim. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning umumiy oylik daromadingiz, ya'ni pensiyangiz va boshqa manbalardan keladigan daromadlaringiz yig'indisi rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan yuqori bo'lsa, siz ushbu turdagi qo'shimcha to'lovga murojaat qilishingiz shart emas. Misol 4. Qisman ishlaydigan Rustam aka. Rustam aka 67 yoshda. Uning pensiyasi 1000 ming so'm. Bundan tashqari u haftasiga bir necha kun qo'riqchi bo'lib ishlaydi va oylik 3000 so'm maosh oladi. Rustam akaning umumiy oylik daromadi 1000 ming so'mni tashkil etadi. Agar eng kam iste'mol xarajatlari miqdori 1000 ming so'm bo'lsa, Rustam akaning daromadi bu miqdordan 100 ming so'mga yuqori. Shunday ekan, Rustam aka ushbu qo'shimcha to'lovga murojaat qilishi shart emas. Lekin u boshqa turdagi ijtimoiy himoya dasturlari, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki boshqa imtiyozlarga qonuniy ravishda haqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning holatida ham baribir ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilish va mavjud imtiyozlarni aqlashtirish ortiqchalik qilmaydi. Bu esa bir turdagi yordamdan foydalana olmasangiz, boshqasidan mahrum bo'lmasligingiz kerakligini anglatadi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qo'yda va dasturlarda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizga jarayonni tushunish va muvaffaqiyatli murojaat qilishda yordam beradi. Istisnolar: mulk va aktivlar mavjudligi. Agar pensiya oluvchining oylik daromadi past bo'lsa-da, u katta mol mulkka ega bo'lsa, masalan, 2 ta yoki 3 ta kvartira, qimmatbaho avtomobil, bankda katta miqdordagi depozitlar. Bu holat qo'shimcha to'lovni tayinlashga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari nafaqat oylik daromadni, balki mol mulkning umumiy qiymatini ham hisobga oladi. Chunki bu insonning turmush darajasini to'liqroq aks ettiradi.
Ba'zi hollarda agar mol mulkdan daromad olinmasa ham, uning mavjudligi insonning ehtiyojmandlik maqomini shubha ostiga qo'yishi mumkin. Lekin bu har doim ham shunday emas. Shuning uchun bu masala bo'yicha aniq ma'lumotni ijtimoiy himoya bo'limlaridan olish zarur. 2 voyaga yetgan farzandlar bilan birga yashash. Agar pensiya oluvchi voyaga yetgan, ishlaydigan farzandlar bilan birga yashasa, lekin ular rasman uning boqimida bo'lmasa, bu holat oilaning umumiy daromadini baholashda hisobga olinishi mumkin. Ba'zi dasturlarda oila a'zolari birgalikda yashaganda, ularning umumiy daromadi har bir oila a'zosiga taqsimlanib, keyin eng kam iste'mol xarajatlari bilan solishtiriladi. Agar farzandlar qo'llab-quvvatlay olishsa-yu, lekin buni rasman qilmasalar, bu ham ba'zi savollarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun oila tarkibi har bir a'zoning daromadi haqida to'g'ri ma'lumot berish juda muhimdir. O'tu, boshqa turdagi nafaqalar va to'lovlar. Pensiya oluvchilar ba'zan pensiyadan tashqari boshqa turdagi nafaqalar, masalan, nogironlik nafaqasi, uy-joy, kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar, faxriylik uchun to'lovlar olishlari mumkin. Bu to'lovlar ham umumiy daromadga kiritilishi va eng kam iste'mol xarajatlari bilan solishtirishda hisobga olinishi kerak. Ba'zi nafaqalar soliqqa tortilmaydi yoki daromad deb hisoblanmaydi. Lekin ijtimoiy yordam dasturlari doirasida bu masalalarga aniqlik kiritish lozim. Qaltis jihatlar 1. Dastur haqida bilmaslik eng katta qaltis jihatlardan biri bu, afsuski. Ko'pchilik pensiya oluvchilarining bunday imkoniyat va huquqlardan umuman bexabar bo'lishidir. Bilimsizlik tufayli odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan yordamdan mahrum bo'lib qolishadi. Shuning uchun bu videoni imkon qadar ko'proq odamlarga ulashishingizni so'rayman. 2. Daromadni noto'g'ri hisoblash. Ba'zi fuqarolar o'zlarining umumiy daromadini noto'g'ri hisoblashlari mumkin. Masalan, norasmiy daromadlarni hisobga olmak yoki aksincha hisobga olinishi shart bo'lmagan to'lovlarni daromadga qo'shib yuborish. Bu esa arizaning noto'g'ri bo'lishiga yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin. 3. Hujjatlarning yetishmasligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi, kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki ularni noto'g'ri rasmiylashtirish jarayonini sekinlashtiradi yoki murojaatni rad etishga sabab bo'ladi. Har bir hujjatning asl nusxasi yoki tasdiqlangan nusxasi talab etilishini bilish muhim. 4. Noto'g'ri idoraga murojaat qilish. Ba'zan odamlar qaysi idoraga murojaat qilishni bilmay, vaqtlarini va kuchlarini bekorga sarflashlari mumkin. Aniq manzil va tashkilot nomini bilish muhimdir. 5. Noto'g'ri tushunchalar. Ba'zi insonlar, masalan, men yordam so'rashga uyalaman yoki davlat baribir bermaydi degan noto'g'ri tushunchalar tufayli murojaat qilishdan bosh tortishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, bu sizning qonuniy huquqingiz va uyalishga hech qanday asos yo'q. Noaniq nuanslar. 1. Hududiy farqlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, eng kam iste'mol xarajatlari ko'rsatkichi odatda respublika bo'yicha bir xil bo'lsa-da, ba'zi bir hududlarda yashash xarajatlari yuqoriroq bo'lgani sababli mahalliy hokimiyatlar tomonidan qo'shimcha yordam dasturlari joriy etilishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi ijtimoiy himoya bo'limlaridan qo'shimcha ma'lumot olish foydali bo'ladi. 2. Kategoriyalar bo'yicha farqlar. Nogironligi bor shaxslar, urush faxriylari, yolg'iz keksalar yoki boquvchisini yo'qotganlar uchun alohida ehtiyojlar hisobga olinib, qo'shimcha ijtimoiy himoya choralari mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatda ularning eng kam iste'mol xarajatlaridan past daromadlari qanday baholanishini aniqlash muhim. Ba'zida bu toifadagi fuqarolar uchun belgilangan me'yorlar biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Oila daromadini hisoblash. Agar pensiya oluvchi boshqa oila a'zolari bilan birga yashasa, butun oilaning daromadi hisobga olinadi va bu daromad oila a'zolari soniga bo'linib, har bir kishiga to'g'ri keladigan daromad aniqlanadi. Keyin bu miqdor eng kam iste'mol xarajatlari bilan solishtiriladi. Bu juda muhim nuans. Chunki oila daromadini noto'g'ri baholash murojaatni rad etishga olib kelishi mumkin. Shu sababli oila a'zolarining daromadlari haqida to'liq va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish zarur. 4. Daromadni baholash davri. Daromad odatda oxirgi 3 yoki 6 oy davomida olingan daromadlar asosida baholanadi. Bu davr davomida olingan barcha rasmiy daromadlar jamlanadi va o'rtacha oylik miqdori hisoblanadi. Bu davrning aniq chegaralarini aniqlab olish kerak. Agar bu davrda daromadlar keskin o'zgargan bo'lsa, masalan, ishdan bo'shash yoki qo'shimcha ishga kirish, bu haqida ham ma'lumot berish lozim. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak. Endi eng muhim qismiga o'tamiz.
qanday qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Bu ma'lumotlarni diqqat bilan tinglang va yozib oling. 1. O'zingiz yashaydigan hududdagi rasmiy eng kam iste'mol xarajatlari miqdorini aniqlang. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Hozirgi kunda bu raqam qancha ekanligini bilmasangiz, darhol aniqlashga kirishing. Qayerdan topish mumkin? Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti status. Bu yerda doimiy ravishda dolzarb ma'lumotlar e'lon qilinadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining portallari, davlat xizmatlari markazlaridagi axborot stendlaridan yoki mutaxassislardan, mahalliy hokimliklarning ijtimoiy himoya bo'limlaridan. Bu raqamni aniq bilganingizdan keyin o'z daromadingizni u bilan solishtirishingiz mumkin. O'zingizning umumiy oylik daromadingizni hisoblab chiqing. Bunga faqat pensiya emas, balki boshqa manbalardan keladigan barcha rasmiy daromadlar kiradi. Masalan, pensiya to'g'risidagi ma'lumotnoma pensiya jamg'armasidan olishingiz mumkin. Bank hisob varag'ingizdan ko'chirma. Agar boshqa to'lovlar shu orqali o'tsa, agar qisman ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyidan oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, boshqa turdagi nafaqalar, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik uchun va boshqalar haqidagi ma'lumotnomalar. Barcha shu ma'lumotlarni jamlang va o'rtacha oylik daromadingizni hisoblang. O't taqqoslashni amalga oshiring. Endi siz bilgan eng kam iste'mol xarajatlari miqdorini o'zingizning umumiy oylik daromadingiz bilan solishtiring. Agar umumiy daromadingiz eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Bu farqni eng kam iste'mol xarajatlari sizning daromadingiz yodda tuting. Chunki aynan shu miqdorda sizga qo'shimcha yordam tayinlanadi. Kerakli hujjatlarni to'plang. Bu jarayonning eng muhim va e'tibor talab qiladigan qismi. Hujjatlar to'liq va to'g'ri bo'lishi shart. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi asl nusxasi va nusxasi, doimiy yashash joyi, propiska haqidagi ma'lumot. Pasportda aks etgan bo'ladi, lekin ba'zida qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Barcha daromad manbalari haqidagi hujjatlar, pensiya to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyidan maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma agar ishlasangiz, bankdan hisob varaqlarining ko'chirmalari. Bu hujjatlar sizning oxirgi 3 yoki 6 oylik daromadingizni aks ettirishi kerak. Agar oila a'zolaringiz bilan birga yashasangiz, nikoh guvohnomasi, agar turmush qurgan bo'lsangiz, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, oila a'zolarining pasport nusxalari, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan, bank kartasi raqami yoki shaxsiy hisob varaq rekvizitlari. Qo'shimcha to'lovni qabul qilish uchun kerak bo'ladi. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, favqulodda vaziyatlar natijasida jabr ko'rganlik yoki boshqa maxsus holatlar bo'yicha hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Hujjatlarning barchasi asl nusxalari bilan birga nusxalari ham bo'lishi kerak. Ba'zan davlat idoralari hujjatlarning nusxalarini o'z joyida tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'lishadi, lekin baribir tayyor holda bo'lish tavsiya etiladi. 5. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning hududingizda ushbu masalalar bilan shug'ullanadigan bir nechta asosiy idoralar mavjud. Mahalladagi ijtimoiy himoya bo'limi ko'pgina hollarda birinchi murojaat manzili aynan shu bo'lim bo'ladi. Ular sizning arizangizni qabul qiladi, hujjatlarni tekshiradi va tegishli komissiyaga taqdim etadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu markazlar bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va fuqarolarga qulay sharoitlarda xizmat ko'rsatadi. U yerda siz arizangizni topshirishingiz, hujjatlaringizni rasmiylashtirishingiz va zarur ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu eng qulay variantlardan biri hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi. Garchi asosiy vazifasi pensiya hisoblash va to'lash bo'lsa-da, ular ham ba'zi ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot berishlari va yo'naltirishlari mumkin. Onlayn portal, ba'zi hududlarda va ba'zi turdagi yordamlar uchun elektron hukumat portallari, masalan MyTokups orqali ham ariza topshirish imkoniyati mavjud. Ammo bu usul ko'proq yoshlarga yoki zamonaviy texnologiyalarni yaxshi biladiganlarga mos keladi. Keksalar uchun esa bevosita murojaat qilish afzalroq. Oltin, arizani qanday yozish kerak? Odatda siz murojaat qiladigan idorada standart ariza blankasi bo'ladi. Sizga uni to'ldirishda yordam berishadi. Ammo arizada quyidagi muhim jihatlarni ko'rsatishingiz shart. Arizani kimga yo'naltirayotganingiz, masalan, mahalla fuqarolar yig'ini raisiga yoki davlat xizmatlari markazi boshlig'iga, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, doimiy yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, arizaning mohiyati.
Sizning pensiyangiz va boshqa daromadlaringiz agar mavjud bo'lsa, yig'indisi rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan past ekanligini, shuning uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq eng kam iste'mol xarajatlari darajasiga qadar qo'shimcha to'lov tayinlashni so'rashingizni aniq yozing. Ilovada taqdim etilayotgan hujjatlar ro'yxati. Arzi yozilgan sana va imzo. Arzi aniq, tushunarli va xushmuomalalik bilan yozilgan bo'lishi kerak. Hech narsani yashirmang, barcha ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsating. 7. Arzangizni kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ro'yxatga olinganligi haqida xabar yoki raqam oling. Bu sizga keyinchalik murojaatingizning holatini tekshirishga yordam beradi. Arizani ko'rib chiqish muddati qonun hujjatlarda belgilangan bo'lib, odatda 15 kundan 30 kungacha davom etadi. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz yoki rad javobini olsangiz, uning sabablarini aniqlashtirish uchun yana murojaat qilish huquqiga egasiz. G'ayriqonuniy rad etilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga hokimlik, prokuratura, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman davoni shikoyat qilish huquqiga ham egasiz. Xulosa va yakuniy chorlab, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga pensiyangiz eng kam iste'mol xarajatlardan past bo'lganda davlatdan qo'shimcha yordam olishning muhim mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu shunchaki bir huquq emas, balki davlatimizning o'z fuqarolarini, ayniqsa keksa yoshdagilarni ijtimoiy himoya qilish borasidagi g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Bu sizning har biringiz uchun juda muhim imkoniyat. Uni qo'ldan boy bermang. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun kurashing. Bu jarayon biroz vaqt va kuch talab qilishi mumkin, ammo natijasi bunga arziydi. Videoni boshqa tanishlaringiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring, chunki ular ham bu imkoniyatdan bexabar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazishda menga yordam bering. Sizningcha bu tizim qanchalik samarali ishlaydi? Siz yoki tanishlaringiz bu dasturdan foydalanganmisiz? O'z fikrlaringiz va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni o'qish menga va boshqa tomoshabinlarga juda muhim bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ham siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni asrang va sog' bo'ling, ko'rishguncha.